Barchaga salom bolalar, sizlar bilan men Vlogs. Kerak bolalar, bugungi videomizda men sizlarga Minecraftga o'xshagan top 3 otishma o'yinlar haqida video qilib, sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Albatta video boshlashdan oldin videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, chunki men tezroq birga bo'lmoqchiman. Bizning birinchi o'yinimizda hamma bilgan Blockbuster Mobile o'yini ko'rganlari o'ynayman. Ekranni burish juda ham sekinman PUBG o'ynab. Tez bo'lib o'rganib olganman. Balki bu nastroykadan o'ynab bo'lar, lekin men umuman o'ynamaganman. Shuning uchun bilmayman. Ko'rganlaringiz chiqib osib qo'yishdi, menga yoqdi. Lekin uncha ham emas, chunki bilmadim. Mana bu qurollari ajoyib g'alati. Xo'p, chiqadim endi u men. Tepadan yana o'ldirib qo'yishdi. Ko'ramiz endi qanday o'ynar ekanman. To'g'risi hozir uncha o'ynamayapman. Qurolni qatnashtirishni ham bilmayman, hattoki xo'p. Okey, mashg'ulotda dushmanlar bormi ekan? Aylanib o'tamiz bolalar. Xo'p, o'yin haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bitta ham ma'lumot bilmayman, chunki o'ynab ko'rmaganman oldin, lekin yaxshi o'yin o'xshayapti. Ko'pchilik tanishlarim o'ynardi. O'rganlarga mana shunaqa 2 sekund va shunday turar ekansizlar, 5 ga 5 otishadi. Aytashmasam, 5 ga 5 otishma bo'lar ekan, bemalol onlayn tarzda o'ynalar ekan. O'yin xohlaganingizlarni qo'yib olsanglar bo'lar ekan. Xo'p, okey bo'ldi. Bu yerda 2 ga 1 yondan 3 ga 1 otishyapti bolalar. Xo'p, ko'rganlaringiz bu o'yin juda ham yaxshi, normalniy, lekin men tez bo'lmayotganligim uchun uncha o'ynamayman. O'sha oldin umuman o'ynalamasam. Xullas bolalar, men bu o'yinga 10 dan 7 ball beraman, chunki ko'rganlaringiz uncha yoqmadi, lekin yaxshi o'ynasa bo'ladi. Xo'p, unda biz ikkinchi o'yinimizga o'tamiz. Xo'p, bizning ikkinchi o'yinimizga boshlanishi 5 ga 5 o'ynalar ekan. Xo'p, 6 ga 6 o'ynalar ekan. Bizga hozir komanda odamlar kerak. Xo'p, ikkala komandaga ham hozir bittadan odam yetmayapti. Endi odamlar kirishini kutamiz va bu o'yin onlayn tarzda o'ynalar ekan. Va mana nihoyat bizda o'yin boshlandi. Mana bu ko'k futbolkaliklar bizning raqiblarimiz aytgancha, bu o'yinning nomi Block Strike deb nomlanadi. Bemalol Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rganlaringizdek ajoyib bir joyda, osmonda turadigan joyda paydo bo'libmiz. Bu yerda otishar ekanmiz, qolganlar sniper to'ldirib tashyapti. Men bu ko'k doimgidek lekin qurolni qatnashtirishni bilmayapman. Umuman bilmadim to'g'risi qayerdan alishtiradi. Xo'p, okey, bularda hozir sniper, men esa oddiy Uzi deydimi? Xuddi shunday qurol deyman. Bu PUBG da Uzi deyiladi. Xo'p, ko'rganlaringiz mana hozircha otishgan yo'q, lekin juda ham ko'p bo'ldi. Xo'p, okey. Otoman temayapti ularga. Xo'p, tashi buni mo'ljalgan bo'lmas ekan. Xo'p, qandaydir qurolga o'tib qoldik biz. Oddiy to'pponcha bo'lsa kerak. To'g'ri, bu oddiy to'pponcha ekan. Mana bu ko'klar o'zi kelyapti. Bo'ldi, ko'k futbolkalar. Bizning raqiblarim mazmoqchi edim, jinursin tushib ketib qolganman. Bana nima bo'lib tashyapti. Sal qoldi bundan tushib qoladim. Xo'p, okey, ko'rib turganlaringiz o'yin ajoyib. 6 ga 6 arenada o'ynalar ekan, boshqa zonalar ham bor. Men shu o'yin zonaga kiraman, lekin qurolni alishtirishni bilmadim to'g'risi. Grafika o'rtacha. Janurson. O'qlashlari ham yo'g'i bor, normalniy. Bu o'yinga men 10 dan 7 baho bera olaman. Onlayn bemalol do'stlar bilan ularni o'ynasanglar bo'ladi deb aytmoqchi edim. Yana o'ldirib tashyapti. Umuman men tirik qolganim yo'q. Xo'p, lekin umuman qo'lim kelmadi. Bu o'yinning nomi aytganimdek Block Strike. Xo'p, okey. Otamiz bitta odam uchtasini yo'q bo'ldimi? Yutchunursin, yaxshi. Xo'p, bo'lmasam bolalar, biz keyingi 3-o'yinimizga o'tamiz. Qani ketdi. Bu bizning 3-o'yinimiz bolalar. Ko'rib turganlaringizdek, bularning sherilarim ekan. Biz bunda ham qandaydir arenada tug'ildik. Xo'p, mana otishni ko'ringlar. Xo'p, okey, ko'pchilik hozir Blockpost Mobile maqtashi mumkin. Lekin bu o'yin menga juda ham yoqdi. Har holda tezroq va bemalol yo'qdan yo'qqa tezroq o'ynab yurishingiz mumkin bo'ladi. Qurol alishtiradigan joylari pastda turibdi. Ko'rganlaringiz hamma bemalol ko'rib alishtirishi mumkin, lekin qolgan o'yinlarda qatdan alishtiradi, men bilmadim. Xo'p, bolalar, bu o'yinning nomiga keladigan bo'lsa, bu o'yinni men bolalar
o'zimni Telegram kanalimda yozib qoldiraman. Albatta buning uchun sizlar bu videoga 50 ta like yig'ib berishingiz kerak bolalar. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek o'yin prosta bomba bolalar, hamma yo'qlar cho'tki bo'lib yotibdi. Va bolalar, bu o'yin aytganimdek bu o'yinni ham to'g'ri hali aytganim yo'qdi. Bu o'yin ham onlayn tarzda o'ynalar ekan va bemalol do'stinglar bilan o'ynasanglar bo'ladi. Albatta videoning oxirida men buni touch phone ham ko'rsataman. PUBG ga o'xshab turibdi, normalniy bolalar. Xo'p, vobshem cho'tki qaranglar, qurollarni ham sal teparoqlari ishgan. Menimcha o'yin tugadi o'sha bolalar. Yo'q. Men o'lganimdan keyin o'sha 5 sekunddan keyin sizlar tug'ilar ekansizlar. O'sha o'lganinglardan keyin xo'p. Ko'rganinglardek prosta bomba bo'lyapti o'yin bolalar. O'qlashlari ham bir animatsiyalari juda ham chiroyli. Oxirgi oldingi o'yinlarga o'xshagan emas, normalniy. Xo'p, mana ko'ryapsizlar bolalar, u yoqdan bu yoqqa xotirjam tezroq qimillab otyapman. Menimcha o'yin tugadi, ko'rib turganlaringizdek. Biza bunisida yutqizdik. Menga yangi qurol berdi va meni turishini ko'ringlar. O'yin prosta atmosferasi bomba, menga yangi qurol ham berdi. Vau, o'sha sirazi qo'liga ushlatib qo'ydi va yangi bergan qurolni. Yaxshi, normalniy. Endi bu qurol bilan bitta o'yin o'ynab ko'ramiz bolalar. Xo'p, undan oldin bo'lsa biza nikimizni o'zgartirib olaylik. Xo'p, nikimizni Flox Stila deb qo'yamiz bolalar albatta. Sizlar kommentariyga shuni yozib qoldiringlar. Xo'p, bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi bolalar. Xo'p, okey bolalar, ko'rganinglardek bizda hozircha 4 ta qurol bor va qo'ldagi bilan 5 ta qurol bo'ladi. Xo'p, mana nomini ham o'zgartirdik. Endi bu yerda nastroykalarni bir ko'ramiz. Mayli, qanday nastroykalar bo'lyapti. Xo'p, endi biza o'yin boshlashimiz kerak bolalar. Men bu o'yinda yana sizlarga o'ynab ko'rsatib bermoqchiman, aynan mana shu qurol bilan. Xo'p, bo'ldi. Ko'rganinglardek nimadir bo'ldi yana. Xo'p, mana bolalar, o'yin o'zi boshlanmoqda. Ko'rganinglardek o'sha boshda o'rgatadi, mana bunaqa folla chiqadi. Mana bolalar. Yangi qurolni qaranglar, prosta bomba bolalar. Har bitta o'ynaganimda mana bunaqa yangi qurollar beryapti. Bu o'yin menga juda ham yoqdi. Bu o'yinga men bolalar 10 dan 9 beraman. Ko'rganinglardek prosta bomba bolalar, zaharli qurol berdi hozir menga. Xo'p bolalar, bu o'yin menga juda ham yoqdi. Albatta bu o'yinni o'ynab ko'rmoqchi bo'lsanglar 50 ta like yig'ib beringlar va Telegram kanalimda aytaman.